Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan aziz obunachilar. Majbur qilma. Aziz obunachilarimiz, mana bugun aziz obunachilarimiz bizga sizlar tomonidan juda ham ko'p savollar tushib bormoqda. Bu savollar qanday desa, bu savollar qanday qilib rabochiy telefon hamda yangi telefonlarni sizlardan muddatli to'lov asosida olsak bo'ladi degan savollar juda ham ko'p tushyapti. Ataga bitta pasport evaziga 4 milliongacha hamda 5 million 10 milliongacha bo'lgan telefonlarimizni oyligi sharti bor mijozlarimiz uchun beriladi. Bu qanday amalga oshiriladi desa, Ishonch magazin orqali amalga oshiriladi. Ishonch magazindan Eldor ukamiz qilib berishadi. Bizda tan narxi ancha arzonligi hisobiga Ishonch magazindan ishlayapmiz. Hamma magazinlardan ko'ra arzonroq chiqarib, oylik to'lovlar hamda tan narxini arzon qilib bergan holatda sizlarga qilib beramiz. Bitta pasportni mana shu do'konimizda ishlari bitta xudo xolasa sizlarga shunday muddatli to'lovni Eldor ukamiz qilib berishadi. Undan tashqari aka, obunachilarimiz uchun alohida taklifimiz bor. Yangi yil munosabati bilan biz katta aksiya boshlab qo'yganmiz. Ya'ni Ishonch do'konlar tarmog'ida yangi yil tuhfasi aksiyasi boshlangan. Unda 5 million so'm va undan yuqori mahsulot xarid qilgan har bir mijozimiz ishtirok etadi. Yutuqlarimiz bo'lsa 2 xonali uy hamda bitta 10X avtomobili, qo'shimchasiga 250 dan ortiq qimmatbaho sovg'alardan biriga ham ega chiqib ketishingiz mumkin. Ya'niki obunachilaringizga qanday ustunlik beradi deb turgan bo'lsangiz, obunachilaringiz yangi yil tuhfasi aksiyasida ishtirok etib, undan tashqari xohlagan turdagi telefonni eng arzon narxlarda oylik muddatli to'lov asosida xarid qilib ketishlari mumkin. Hurmatli mijozlar, bunday aksiyani albatta qo'ldan boy berib o'rmaymiz. Shu yutuqlar mana shu popimizdan, mana shu shahrimizda qolishini sizlarga tilab qolamiz. Barchalaringizga omad, barchalaringizni do'konda kutib qolamiz. Aksiyamiz muddati bo'lsa 30-dekabrgacha, g'oliblarimizni esa 31-kuni bayram kuni aniqlab olamiz. Barchalaringizni do'konda kutib qolamiz. Kelaverasizlar. Yangi yillarda chiroyli kutib olish hammamizga nasib etsin. 2 xonali uylar bilan alohida. Voy,